Olib sotamiz kanalimizda manzga bitta Hyundai Sonatani zo'rini topib qo'ydim. Qarang, qop-qora mashinachi, idealni. Polni ko'rib chiqdi. Diskasini qarang. Mana shu budi kitini bor-u, O'zbekiston bo'yicha bitta manda deyaptilar. Yana nima deb o'ylaysizlar? Xo'p. Taynovga 8 oy bor ekan, tepasi lukini ko'rishingiz mumkin. Mashina prosta zo'r. Polni shumka bo'lgan mashina. Olib haydashingizga tayyor. Ichini qarang. Polik yaxshi qo'l, yangi rol, CC monitor, orqalari ham zo'r bo'lib turibdi. Panoramasini qarang. Prosta olib haydashingizga tayyor, ishlari ham qirilmagan, chizilmagan, zo'r bo'lib turibdi. Mers hadovoy qilingan ekan, mashina prosta olib haydashingizga tayyor. Orqasida propan gazi ham bor ekan, Hyundai Sonata, rangi qora, tog'lasi mashina zo'r holat. Kraskasi ikkita joyda bor ekan, qolgan joyini bemalol yana o'zingizlar ustinglarni olib kelib ko'rib olgansizlar. Narxi keladigan bo'lsa, 13 mingdan kelibdilar. Sizlar uchun shu mashinani olib sotamiz kanal uchun. 12.300 dollarga barakasini qilib qo'ydim. Qiziqqanlar bo'lsa, past nomerlar bor. Bemalol telefon qilib yana o'zingizlar gaplashaverasizlar. Joyingiz sog' bo'lsa, Hyundai Sonatani